2026-yilda tom yopish qanchaga tushadi? Keling, usta bilan batafsil gaplashamiz. Ustaga qarang. Yoshligimizdan faqatgina taxta romlardan tom yopilgan ko'rganmiz. Hozir zamon o'zgardi. 2026-yilda tayyor navesli o'zlarining polniy material olib kelyapti, eshitdik. Qanaqangi imkoniyatlari bor o'zi? Konteyner profili taxta bilan qanaqangi farqi bor? Qaysi biri ustunroq aka? Konteynerni profilidan tom yopgan hozirgi paytda ustunroq, sababi temirdan bo'lganligi uchun keyinchalik tomni boshqa joyga yopmoqchi bo'ladigan bo'lsa, olib boshqa joyga o'rnatishda imkoniyati bor. Keyin buni afzallik tomoni uyda egasi faqat joy yotar joy beradi, oziq-ovqat beradi, pulini beradi. Barcha materiallar o'zimizdan olib borib ustanovka qilib, sizni kanalingizdan chiqqanlarga bonus qilib slifi, shifr, tunuka qotirish kerak bo'lsa, tunukalarni qotirib beramiz aka. Uyda egasi faqatgina non joy, yotoq joy bersa bo'ldi. Materiallarni hammasini o'zingizdan olib kelib berasiz. O'zimiz olib kelib, qurib bitirib beramiz. Ustaga oldinlari faqatgina to'sinlar qo'yib, vassalar qo'yib, loy bosardik. Hozir bunga to'sin qo'yilmas ekanda? Yo'q, buni ko'rib turganlaringdek to'sinda strapilasi, stoyka zigzag hamma narsasi ichida bo'ladi. Bunga faqatgina vassa tashab, loy bosiladi bo'ldi. Vassa tashab, loy bosib qo'ysa bo'ldi. Ko'taraveradi shunday. Ko'taradi, xudo xohlasa ko'taradi aka. Agar siz konteyner profil zakaz qiladigan bo'lsangiz, taxtadan stumlar qo'ymas ekansiz, vassa xilot taxta zotdan shunday qutilar ekansizda, arzimagan harakat bilan ishlaysiz bitib ketaverar ekan. Xo'p. Mustahkamligini ko'ryapsizlar, bemalol ko'taryapti. Aka, endi bunga necha yil garantiya berasiz? Aka, bunga garantiyamiz 20 yil, 30 yil inshaalloh garantiya beramiz. 20 yil, 30 yil garantiya berasiz. Xudo ko'rsatmasin, endi katta tabiiy holatda qayerdir sinib yoki qiyshayib nima bo'ladigan bo'lsa, servis xizmatlarimiz bor. Yana buni yog'ochdan ustunlik tarafi, endi yog'och 4 metr, 5 metrlik qo'yganda даже loy bosganda bel berib yoradi. Bu narsa xudo xolasa 25-30 metrgacha ustunsiz qilib yopib beramiz. Katta fermerlarga yopib yurar ekansizlar, nima? Albatta, bu profillardan qiladigan ishimiz zamonaviy molxonalar, tovuqxonalar, zamonaviy to'yxonalar tomini yopish xizmati, zapravkalar, qanaqa inshoot bo'lsa-ki tom yopiladigan hammasini inshaalloh yopib beramiz. Necha metrgacha ustunsiz yopib berasiz? 30 metrgacha ustunsiz qilib, chiroyli qilib yopib beramiz. Garantiyalarni beramiz. Xudo xolasa uydaga xohlasa через notarius, xohlasa og'zaki, xohlasa yozma garantiyalarni beramiz. Shartnoma qilib olasizlar. Как положено qilib. Albatta. Xo'p, endi qarang, shifr yopilgan ekan. Agar shifr ham o'zlaringizdan bo'ladimi yoki tunuka uydaga solib berish kerakmi? Yo'q, bizda faqat xizmatlarimiz, profillarni 100% o'zimizdan olib kelib, ferma yasab, rekalargacha tortib beramiz. Uydagasi shifr olib kelib bersa, shifr, profnastil olib kelib bersa, profnastil sizni kanalingizdan chiqqanlarga bonus qilib bepul yopib beramiz. Biz obunachilar tayyor bo'lasizlar, tezroq akamizga murojaat qilinglar, bemalol sizlar kutib telefon qilishlaringni. Zo'r qilib cho'tga qilib berishadi. Hozirgi 2026 yangi zamonaviy narsalardan foydalanish kerak. Endi narxlarni biz obunachilarga qiziq kelishdi va yopishtirib chiroqlar aytib bering aka bizga. Bo'ldi aka, xudo xolasa narxlari endi buni tomni shakliga qarab har xil bo'ladi. Ustunsiz joyda enini qancha kattaligiga qarab har xil narxlar chiqadi. 150 mingdan 250 minggacha kvadratini qilib beramiz. Joyiga qarab, joyda egasi telefon qiladi, bizga zdaniyani razmerini aytadi. Biz telefon orqali ham narxini hisob-kitob qilib chiqarib beramiz. Onlayn ravishda ham bemalol hisob-kitob, hisobiy chiqarib olish uchun ham akam bilan konsultatsiyasiz ham bo'lar ekan bemalol. Albatta, konsultatsiyalar bepul. Ana bo'lsa, bunaqa imkondan hozir foydalanish kerak akalar. Hozir sizlarga bitta savol. Xonadoningizni xuddi mana shu holatda taxtadan yopgan yaxshimi siz uchun yoki shunaqa tayyor konteynerli tom yopgan yaxshimi? Men bilamanki, biz yoshligimizdagi qurilgan tom taxtalar ham hozir turibdi, lekin ba'zi birlari уже alishtirgan payt kelib qoldi. Demak, bu hozir 2-3 ta avlodga bemalol yetadigan darajada kafolat berar ekansiz. Albatta, garantiyasini beramiz bunga. Kelinglar, yana ham zo'r ishonch hosil qilishimiz uchun uyda egasidan 30 so'rab ko'ramiz. Tayyor yopma konteynerli tomni qilishga qaror qilibsiz. Nima turtki bo'ldi shu tayyor konteynerli tom yopishga aka? Avvalambor assalomu alaykum. Reklamadan ko'ra bo'ladi. Telefon qilib bir qator bog'landik ukalari bilan. Shunga tayyor to'sinlarni hamma yo'g'i bor edi, qaytarib berib boshqatdan konteynerga. Taxta olib qo'ydi sayyor. Hamma yo'g'ini olib qo'ygan joyimda qaytarib, даже harisigacha olib qo'ygan joyimda qaytarib berdi. Ana. Yo'li keyin konteyner chiroyli chiqdi, ishlariga rahmat, zo'r chiqdi. Hozir davomiy metda endi dorixonasi bor, uni qilib berishadi. Akamizni ishlari yoqqanida uje yana ikkinchi zakasini bermoqchisiz hozir. Mashet uje ulgishmadi, endi harakat qilib qaytdan keyin buni olib berishadigan bo'ldi. Baq endi bo'ldi, bitta chiroyli qilib endi. Mana aka, hozir siz realni taxtalar hisoblab ko'rgansiz, olib qo'yganman deyapsiz. Taxta qanchaga tushdi yoki bu qanchaga tushdi aka? Bu vixtni bu menga arzonroq tushdi. Narigindan ko'ra bu ham vechniy, bezapasniy bu mashina bo'ldi menga. Hozir xuddi shuni necha kunda bitirib qo'yishdi aka? Aqda endi tayyorlab kelishlari
necha kun vaqt ketdi bilmayman, bu yerda bir haftada tiklab berishdi. Ha, o'zlar tayyor olib kelishgan Tayyor olib kelishdi, o'rtasidagi soy kanallarini shu yerda tayyorlashib oldi, qolgan yog'ida o'zi shu yerda tayyorlab olib kelib berishdi. usta akalarimiz qarang, bu yerda sizni boshingizni, uyingizni, xonadoningizni baqir-chaqir qilmay, taqir-tuqur qilmas ekanda, o'zini ofisida tayyor qilib olib kelishar ekan. Meka kirishni terib-terib qo'yib berishar ekan bola. Siz har tomonlama o'ylashgan ekan bu usta akalarimiz. Har doimgidek bunaqa imkoniyatdan hozirroq foydalaning. Pastda telefon raqami turibdi. Akam telefon qilsa to'liq ma'lumot beradi. Akamiz aytgandek konsultatsiyadan bepul.